Litva parlamenti 20 may payshanba kuni bir qaror loyihasini ovozga qo'yib, Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb atadi. Shuning bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkilotini lagerlarni tekshirishga, Yevropa komitetini Beijing bilan bo'lgan munosabatiga qarab chiqishga chaqirdi. Amerika hukumati bu yil yanvarda Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atagandan buyon hozirgacha Kanada, Gollandiya va Angliya parlamentlari qaror ma'qullab, Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi. Litva parlament a'zolarining 5dan 3 qismining qo'llashiga erishgan bu qarorda yana Xitoyning Hong Kongdagi bexatarlik qonunini amaldan qoldirishi va kuzatuvchilarning Tibetga kirilishi talab qilingan. Xitoy tarafdan qora tizimga kirgizilgan va bu qarorni qo'llagan parlament a'zosi Devol Sakalein mundaq dedi: "Biz demokratiyani qo'llaymiz, chunki biz 50 yil kompartiyaning ishg'oliyati ostida yashashdek rahimsiz savoqni unutib qolmaymiz." Litva Shimoliy Yevropadagi 3 Baltiq dengizi davlatining biri bo'lib, Rossiya bilan chegaralandi. 1940-yildan 1991-yilgacha Sovet ittifoqining hokimiyati ostida turgan bo'lib, hozir Yevropa ittifoqi va NATOning a'zosi. Rossiya va Xitoy qatorliq kommunist davlatlarga qarata texnik qattiq siyosat pozitsiyada bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. O'tgan yil martda Litva Tayvanda bir savdo ishxonasi ochadiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoyning noroziligini qo'zg'agan edi. Yevropa parlamenti Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan turli bostirish tadbirlari tufaylidan ikki taraf o'rtasidagi mablag' selish masalasini ovozga qo'ydiganligini bildirgan. 20 may kuni ovoz berish oyoqlashib, mablag' selish kelishimining rasmiy to'g'rilib qo'yilganligi jakarlandi. Egilanishicha, bu qaror 599 ovozning qo'llashi, 30 ovozning qarshi chiqishi va 58 nafar parlament a'zosining ovoz berishdan voz kechishi bilan ma'qullangan. Bo'g'iz vaqti gazetining 20 maydagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati o'z oldiga embargo qo'ygan Yevropadagi siyosiy arboblar, mutaxassislar va shirkatlarni bekor qilish bu qatimgi qarordagi muhim mazmunlardan biri ekan. Chunki bu kishilar Uyg'urlar masalasi tufaylidan o'xshamagan so'rinlarda Xitoy hukumatini ayblab so'z qilganligi uchun Xitoy hukumati ularni dushman kuchlar deb qaragan ekan. Ikki taraf orasidagi bu kelishim 7 yillik suhbatdan keyin o'tgan yilning oxirida imzolangan. Bu yil martda Yevropa ittifoqi Uyg'urlarning kishilik huquqiga daxl-taruz qilishga qatnashgan 4 nafar Xitoy amaldoriga embargo yurgizgandan keyin Xitoymi Yevropa parlament a'zolarini o'z ichiga olgan bir qism shaxs va organlarga embargo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Xitoy armiyasi Janubiy urush rayoni qo'mondonlik shtabi Amerikaning USS Curtis Wilbur nomli urush paraxotining ruxsatsiz Parasil oralig'iga yaqin dengiz savalkiga kirganligini va Xitoy paraxotlari va aeroplanlarining Amerika paraxotini iz qovlaganligini e'lon qildi. Bayonotda Xitoyning Amerikaning bu qadamiga qarshi turganligini, Amerikaning Xitoyning egilik huquqiga daxl-taruz qilganligi va rayonning tinchligi va muqimligiga ziyon soladiganligi bayon qilindi. Janubiy Xitoy dengizi Amerika bilan Xitoy orasidagi ziddiyatlik masalalarning biri. Washington Beijingning boyligi mo'l bo'lgan bu dengizning qisman joylaridagi egilik huquq talabini e'tirof qilmaydi va uni xalqaro qonunga zid deb ataydi. Koreya taratqullarining xabar qilishicha, Shimoliy Koreyaning bir yuqori darajalik amaldori mushu oyning beshida Xitoyda yasalgan dorini o'qul qilib urib qazo qilgan. Shimoliy Koreyaning yuqori darajalik rahbari Kim Jong Un bu ishdan xabar topgandan keyin qattiq ochiqlangan va Pyongyangdagi asosli doktorxonalarda Xitoyda yasalgan dorilarni cheklashni buyurgan. Xabarlarga qaraganda bu amaldorlarning o'lim sababi texi aniq emas ekan. Lekin Kim Jong Un Xitoyda yasalgan dori o'qullarini cheklash bilan birga Xitoyda yasalgan Wuhan virusi vaksinasini cheklagan. Shimoliy Koreya hozirgacha Xitoy virusi bilan yuqumlangichi yo'q deb kelgan bo'lsa-mu, bu yanada gumon qo'zg'amoqda. Misr davlatlik televiziya stansiya Isroiliya bilan Hamasning juma kuni G'azza rayonida urush to'xtatishga qo'shilganligini e'lon qildi. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuning bayonotida aytilishicha, bexatarlik kabineti Misr o'tirg'a qo'ygan G'azzada o'zaro va shartsiz urush to'xtatish taklifini birdek ma'qullagan. Urush to'xtatish kech soat 2 dan boshlab kuchga ega bo'ladigan. Xabar qilinishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken rayonga berib Isroiliya Falastin masalasini muzokara qilib, taraflar bilan suhbatlashar ekan.